Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz delete account, ya'ni Telegramni butkul o'chirib olishni o'rganamiz. Bu juda ham oson, telefon orqali ham amalga oshirsa bo'ladi. Buning uchun biz Telegramga kiramiz. Telegramimiz ishlayapti, shuni ko'rib qo'yamiz. Ya'ni internetlarimiz ishlab turibdi. Telegramni o'zidan delete account qilib bo'lmaydi. Buning uchun bizga yordamchi bir brauzer kerak bo'ladi. Siz xohlagan brauzeringizdan kirsangiz bo'ladi. Biz bunda Google brauzerini tanlaymiz. Google brauzeriga kiramiz va yozamiz telegram.org. Mana bu yerda o'zi darhol chiqadi. Buni qidirib yurish shart emas. Shuning uchun biz bu yerda ko'rsatdik va mana bu yeriga yozamiz. Kirib qo'ya olamiz. telegram.org. Kiramiz. Mana qidirib topsalang ham bo'ladi. Endi bu yerda biz nomerimizni kiritamiz. Telegram qaysi nomerga ochilgan bo'lsa yozamiz 99890 kodi orqali 62809 nomerimizni yozdik. Endi next tugmasini bosamiz. Nomerimizni yana bir tekshirib olamiz. 90 kodi orqali 6280916 va bu yerda Telegramimizga hozir kod keladi. Buning uchun o'sha ishlab turgan Telegramimizga o'tamiz. Mana kirdik. Mana bu yerda kod keldi. Endi buni biz yozamiz. Eng oson yo'llari, masalan, kopirovat qilib olsak ham bo'ladi. Bosib turib kopirovat. Mana shu parolni yozib oldik. Mana bu yerda turibdi. Endi chiqamiz. Yana bir mana confirmation code so'rayapti. Xo'p, vystavit. Mana kodimizni ko'chirib oldik. Ko'chirib olmasalaring, uni yozib chiqsalaring ham bo'ladi. Harflarning katta va kichikligi ham ahamiyatga ega. Ya'ni katta harf yoki kichkina harf bo'lsa, xuddi o'shanday bir xil yozish kerak. Remember me tugmasini bosib qo'yamiz va sign in bosamiz. Mana bu yerda so'rayapti, chiqib ketish, boshqa deyapti. Biz delete account bosamiz. Xo'p, bu yerda ko'pgina savollari bor. Nima uchun, qanday va fikrlaringizni bildiring degan ma'noda. Biz delete my account, ya'ni mening akkauntimni o'chirish tugmasini bosamiz. Bu yerda so'rayapti, haqiqatdan ham o'chirish. Yes, delete my account tugmasini bosamiz. Va bu yerda Telegramimizga o'tganimizda mana o'zi Telegramimiz chiqib ketdi. Mana bu yerda o'tdik. Endi Telegramimizga o'tamiz. Mana Telegramimizga o'tdik va chiqib ketdi Telegramdan. Mana azizlar, sizlarga Telegram delete qilishda juda ham oson va qulay, tez holatda o'rgatdik. Videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosishni unutmang. Barchalaringga e'tibor uchun juda ham katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgan barcha ma'lumotlarni siz bilan ulashishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.